Juda ham bir kamsib o'tiladigan lokatsiyaga kelganmiz. Bu ham bo'lsa Taqachi Orinchir Charog'on to'yxonasi yoki Ibare desak ham bo'ladi. Hozir mana shunaqa proyekt chiqib sotuvda. Okamgili axiyri sotishga qaror qildilar. O'zi sotish niyatlari yo'q edi. O'zlari yashagan joy, ozgina yashalgan hovlimiz. Lekin o'zlariga qurganlar 3,5 sotumaydi. 3,5 deyaptilar. Hozir dokumentda 3,5 dan kattaroq chiqadi dedilar. Endi 3,5 deb qo'yaveramiz, minimalini olib. Kirushda katta yo'li, bemalol ikkita mashina sig'adi. Ko'chaga ikkita mashina bemalol qo'ysalar bo'ladi. Xo'p, kirushlarni tushuntiraman, nechtaligini. Bitta o'ta kirush asosiy binoga bu yoq tarafdan oshxonaga отдельно kirsangiz bo'ladi va bu yoq tarafga отдельно zdaniyasi bor, bu yoqdan kirib chiqsangiz bo'ladi. Va podvalga tashqaridan tushsangiz bo'ladi. Uni men videoning oxirida ko'rsataman. U yoqda ham xonalar tashab ketilgan. Xo'p, srazu to'liq obzorni ko'rsatib ketaveraman. Qarang, bu yoqda yozgi oshxonasi va oshxonaga kirib chiqadigan eshik. Proyekt juda ham qiziqarli chiqqan ekan. Hozir planirovkasini o'zingizlar ko'rib tushunasizlar. Mana bu yerga kiraverish, kirishimizda chap qo'lda bitta spalniy xonamiz bor. Mana shunaqa stroyniy shkaflari, mebellari. Xullas, hamma narsani zo'rlanib ishlatganman dedilar. Har bitta xonada teplopol datchiklari bor deyaptilar. Xo'p, mana bu spalniy ichida o'zini отдельный sanuzli. Qaranglar. Zo'r chiqqan. Xo'p, bu yoqda mana maza qilib televizor ko'rib o'tirish uchun mo'ljallangan hol qismi, mягкий zona. Qaranglar. Dizaynlari juda ham chiroyli chiqqan. Gap bo'lishi mumkin emas. Teplopol qilingan, radiatorlar tashab ketilgan. И qiziq tarafi qaranglar. Bu zdaniyadan asosiy binoga o'tish uchun mana shunaqa orada yo'l tashalgan. Uncha uyda ko'rmaysizlar bunaqa joylarni. Qaranglar, oshxona qismi mana. Ostrovlar qilingan. Mana oshxonasi. Bu yoqdan mana hovliga chiqib ketsangiz bo'ladi. Zo'r-a? Zo'r o'ylangan, gap yo'q. Xo'p, oshxonada hamma mebellari bor. Podval keladigan bo'lsak, podvalimizda именно bu podvalda prachniy zonasi va kinoteatr uchun mo'ljallangan zonasi bor. Ana endi asosiy binodagi hol qismini ko'ramiz. Mana kiraverish, kirishimizda kattagina hol qismi. Qaranglar. Chiroyli. Va birinchi etajdagi zalimiz. Zal ham kattagina qilingan, oynalari ko'chaga qaraydi. Xo'p, ketdi, endi srazu tepaga chiqib ketaveramiz. Videoning oxirida men ko'chadagi podvalni ko'rsatib o'tib ketaman. Sizlar bo'lsa videoni tanishib qo'yish esingizdan chiqmasin. Shu atrofdan uy qarayotgan tanishlar bo'lsa, mana tashlab qo'yaverasizlar. Yaxshi variant, yangi variant. Sotuvda hozirda bunaqasi bu territoriyada hozir umuman yo'q. Xo'p, mana ikkinchi etajga chiqdik. Ikkinchi etajda общий sanuzol yo'q, chunki hamma xonaning ichida o'zini sanuzollari bor ekan. Bu xonamizda master spalniy. Rostagasi master spalniy, chunki отдельно bu yoqda garderob bor ekan, stroyniy va sanuzoli bor. Siz bo'ladi. Juda ham katta spalniy. Xo'p, dальше yuramiz. Yana bitta детский spalniy bu. Xohlasangiz bitta katta spalniy qilib olasiz. Lekin bu yoqda уже stroyniy mebellar qilib ketilgan. Agar o'zgartiraman desangiz, mebellarni полный olib o'zgartirishga to'g'ri keladi. Bu yoqni ham o'zini отдельный shikarniy sanuzol bor, qaranglar. Zo'r chiqqan. Xo'p, oxirgi xonamiz. Yana bitta spalniy. Buni endi mana bitta katta spalniy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu spalniy ichida ham o'zini отдельный sanuzol bor. Zo'r-a? Gap bo'lishi mumkin emas. Videoni tarjima qo'yinglar. Sizlar bilan hozir endi ko'chadagi podvalni ko'rib ketamiz. Qani ketdi. Xo'p, mana sizlar bilan endi bu yoq tarafdagi podvalni ko'rib ketamiz. Aytgancha basseynni gapirib o'tibmadim. Hovlida basseynlar ham bor. Bu podvalimiz ham bitta как uy desak ham bo'ladi. Hozir tushuntiraman nimaga unaqa deyotganimni. Bu yoqda qaranglar, холодный zonasi bor. Bu yoqda kotelniy xonasi. Bu yerda basseyn narsalari.
Bu yoqda elektroshit turadigan joy. Отдуший qilingan hamma narsasi. Bu yoqda mana отдельный yana xonalar ham bor ekan. Kimdir misol uchun mana отдельныйroq hech kim bezovta qilmasin degan insonlar bo'lsa, qaranglar, sanuzel bor. Bu yoqda bitta xona, как спальня qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bu yoqda mana namoz xonalari ham bor. Qaranglar. Zo'r o'ylangan, gap bo'lishi mumkin emas. Videoni tanishib jo'natib qo'yasizlar. Imminni taqachidan hovli qidirayotgan tanishinglar bo'lsa, o'zi bu atrofda umuman variant boshqa yo'q sotilayotgan. Imminni o'sha atrofdan qarab yurgan tanishinglar bo'lsa, albatta videoni jo'natib qo'yinglar. Hamma informatsiya opsiyatsiyada bo'ladi. Любой payt kelib ko'rsanglar bo'ladi, xudo xolisa.